Qo'shni mashinani вообще dotasini olibdilar-ku. Hali to'rtdan olib qo'shnimni ko'rib chiqaman. Yangi mashinalar qulluq bo'lsin deb. Bunaqa insonlar erta indin hali ko'p kerak bo'ladi. Lutfulla, muloqotingiz hozir uy egasi kelib qoladi. Bo'p qoldim, hozir 5 minut. Ha, usta. Burchatkalar bitib qoldimi? Ishlar tugadimi? Bitta aka. Kelishingizga chiroyli suvlar sepib qo'yildi deyotgandik. Assalomu alaykum. Ko'rish shart emas. Uy ichi bitgan bo'lsa, yur hisob kitob qilib boradigan joyim bor, shoshilyapman. Hop, yuring. Bo'ldi aka. Buncha bo'ldi. Burchatganmiz. Buni 80 kvadrat ketibdi. Barduyimizdan 80 dona ishlatamiz. Ha, qara. Tezroq gapir, necha pul bo'pti? Shoshilyapman, vaqtim yo'q. Bo'ldi aka. Hozir. Sizdan 1730 dollar bo'pti aka. Mana 1800 zdachi bor. Bor. Aka, agar kattalik bo'lmasa, zachini shuna moshinamni olib berardim. Bo'ladimi? Bo'ldi, yur ketdi. Yuring. Hozir aka, bir mashinadan olib beraman. Qizil Matiz. Amlon o'xshaydi. On? Zachigiz, bergan pulingizga rozi bo'ling, biz mehnatimizga rozimiz. Ozgina anglashmovchilik bo'lib qoldi. Keling bir o'shagan qo'lingizni o'pmayapsiz aka. Hayotda o'zi shu darajada zo'r muallimki, siz kutmagan vaqtingiz, tayinlamagan paytingizda sizni imtihon qiladi. Vaholanki aslida uni o'zi, kimligini o'zi juda ham yaxshi biladi. Aka, tanishganimdan xursandman. Sog' bo'ling. Ha, aytgancha, pulni jilvasiga oshiq bo'lib, kibrni nag'masiga uchmaydi. Kimnidir o'zimizdan past sanab turib, oxirida xuddi shunaqa oldida uyalib qolmaydi. Inson bo'lib keldim bu hayotga, inson bo'lib ketdi. Gaplarim to'g'rimi yoki noto'g'ri? Asl qarab, lekin baho bermaydi. Qabiliyatli.